muammodan kaysingacha. Bu nima degani? Ya'ni korxonada ishlab chiqarish jarayonlarida xohlaymizmi yo'qmi, baribir kamchiliklar bo'ladi, muammolar chiqadi va bu muammolarni bartaraf etish uchun kayzen qilish talab etiladi. Bizda ham xuddi shunaqa xaridordan reklamatsiya kelib tushdi. Gaz silindrlarida tag qismida mavjud klipperni, ya'ni rasmda ko'rsatilgan tartibda klipper joylashtiriladi va klipper joylashtirilgandan keyin u narsa chiqib ketish ehtimoli 0%. Lekin xaridordan shu klipper chiqib ketib, gaz silindridagi o'sha markazdagi o'q tashqariga chiqib ketib, stuldan foydalanish imkoniyati yo'qoldi. Stul nomuvofiq degan reklamatsiya kelib tushdi. Lekin bu narsani biz darhol xaridor bilan bog'lanib, bu narsani imkoni yo'qligini tushuntirishga harakat qildik va xaridorni kompaniyamizga taklif qildik. Xaridorni kompaniyamizga taklif qilib turib, mahsulot sifat nazoratini o'tkazish standarti bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni birma-bir ko'rsatdik. Birma-bir ko'rsatganimizdan keyin xaridor baribir o'zini fikrida qoldi. Xohlaymizmi yo'qmi, baribir xaridor haq. Xaridor haqligini inobatga olib turib, biz mahsulotni sifat nazoratdan o'tkazish standartini o'zgartirishga qaror qildik, xaridorning iltimosi bilan. Ya'ni o'sha klipperlarni tekshiruv jarayonini biz oldin aylantirib, ya'ni qo'lda haqiqatda kirganligini tekshirish uchun qo'lda aylantirib tekshirib ko'rardik va bu narsani endi kirganligini 100% ishonch hosil qilish uchun ruler, ya'ni lineykacha yordamida o'sha kirgan-kirmaganligini tekshirish uchun lineyka bilan o'sha teshikka lineykani olib borib tekshirish jarayonini mahsulot sifatini nazoratdan o'tkazish standartiga qo'shdik. Bu birinchidan xaridorni talabini qondirish hisobidan xaridorga nisbatan hurmatni vujudga keltirdi. Ikkinchidan bizni nazoratimizni yanada mukammallashtirdi. Shungacha bo'lgan nazoratlarimiz aytaylik ishonchli bo'lgan taqdirda ham, lekin bu narsani 100% kafolatlash, xatodan himoyalanish degan narsani 100% kafolatlab bermas edi. Endi bundan buyog'iga agar bunaqa muammolar chiqadigan bo'lsa, biz 100% ishonch hosil qilamizki, buni imkoniyati, ya'ni o'sha klipperda chiqib ketish imkoniyati 0 ga, ya'ni tengligini isbotlab beradigan darajadagi standartni amalga oshirdik. Muammo albatta sizga kayzen qilishga imkoniyat beradi deb turib qayta-qayta aytyapman. Shu narsani case sifatida ko'rsatmoqchi bo'ldim sizlarga. Ushbu jarayon uchun sarflangan pul unaqa katta emas. Aytaylik, qog'ozlar uchun rasa ketsa $1-1.5 atrofida pul ketdi. Plyonka uchun yana xuddi shunaqa $1-1.5, endi $3 atrofida. Ishchini harakati reklamatsiyani bartaraf etish uchun aytaylik maksimal $5, $6 pul sarflagandirsiz. Lekin bu narsa bizga return investment, ya'ni kelajakdagi xaridorning ishonchini berdi birinchisi. Bu xaridor bizdan stul olishda davom etadi. Ya'ni bizni muammoga nisbatan qanchalik e'tiborli bo'lishimizni ko'rsatdik kompaniyamizga olib kelib. Ikkinchisi bizga jarayonlardagi xatodan himoyalanish, ya'ni sifat nazoratini 100% yo'lga qo'yish uchun aytaylik balkim $100,000, $200,000 foyda olib kelgandir. Bundan buyog'iga har bitta liniyamizda tekshirish jarayonini, ya'ni xatodan himoyalanish Pocoyoka tizimi orqali maksimal darajaga olib chiqib oldik. O'sha qanaqadir bir $10-15 xarajatidan qochib turib $100-200,000 zarar ko'rish oqibatlari xuddi shunaqa, ya'ni muammolarga bee'tibor bo'lish oqibatdan kelib chiqadi. Shu narsani jiddiy qarash kerak, bu narsaga muammoni yashirmaslik kerak. Muammoni hammaga bildirish kerak, hammaga ko'rsatish kerak. Toki uni yo'q qilish uchun hamma birgalikda harakat qilsin. Va o'sha muammoni yo'q qilish uchun harakat qilish jarayonini kayzenga aylantirish sizni korxonangizni kundan kunga yaxshilanishini, return investment, ya'ni qayta investmentga sizni yo'q bo'lib ketgan pullaringizni yana korxonangizda saqlab qolishga imkoniyat beradi.